Albatta tan olishimiz kerak. Qiyin bo'ldi, lekin biz juda katta mas'uliyat va javobgarlik bilan birlashib mana shu yilda yakunlayapmiz. Qanchalik og'ir bo'lmasin, boshlangan demokratik islohotlarimizning qat'iy davom ettirganimiz, buni butun dunyo hamjamiyati ko'rib turibdi. Inson qadriga bo'lgan qadrini mustahkamlash, xalqimizni rozi qilish bo'yicha juda katta ishlar qilganimizni hamma ko'rib turibdi. Xalqimizning qo'llab-quvvatlashi va yoshlarimizni g'ayrat, shijoati, hamjihatlik asosi bo'lgan mahallaning hayotimizdagi o'rni va ta'sirini kuchaytirganimiz butun dunyo hayron qolayaptiki, mana shu bizda mahalla tizimi demokratik mana shu islohotlarimizda asosi bo'layapti va inson qadrini avaylash, inson qadrini ko'paytirish bo'yicha bu mutlaqo hech qayerda yo'q tizim desak, bu adolatli haqiqat. Odamlarimizning ongi va dunyoqarashini o'zgartirib, el yurtimizni yanada jipslashtirganimiz, tadbirkor, dehqon va fermerlarimizning tashabbuskorligi va mardona mehnati, o'zaro manfaatli hamkorlikka asoslangan do'stona tashqi siyosatni hisobiga 2025-yilda barcha sohalarda ulkan yutuqlarga erishdik. Avvalo jahon miqyosida ishlab chiqarish, transport, logistika zanjirlari uzilgan, xomashyo va moliyaviy resurslar narxi oshgan sharoitda ham mamlakatimiz iqtisodiyoti ishonchli va barqaror o'sishda davom etayotganini qayd etish lozim. Bu natijalar dunyo hamjamiyati va nufuzli tashkilotlar, xalqaro tashkilotlar tomonidan e'tirof etilmoqda. E'tibor bering. Hammalarimiz mana shu yerda o'tirib hammamiz guvoh bo'lganmiz. Bundan 9 yil oldin iqtisodiyotimiz hajmini 100 milliard dollarga yetish uchun biz uchun juda katta marra bo'lib ko'ringan. Umuman bu raqamlar bizga hech tanish emas edi iqtisodiyotimizda bunday raqamlar. Bu yil tariximizda mana birinchi marta bu raqamda aytayapman. Bu yil tariximizda birinchi marta yalpi ichki mahsulotimiz 145 milliard dollardan oshdi.